Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrisini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Qiyin qistab 7-qism. Shuni bilasizmi? Sizlar izlayotgan kishilar boshqa mamlakatning odamlari emas. O'z xalqingizning odamlarini izlayapsiz. Nom nishonsiz kumush uchun yuk mashinlarga ortib, cho'llarga ko'mayotgan ajabo sizning odamlaringiz odam emasmi? Biz xalq emasmi? Mana bu savolni 12 yil o'tgandan keyin so'ray oldim. Kimdan so'radiganingiz demsiz? Men bilan xiyolimda tortishgan inqilobchilardan. Ular odamlarni yuk mashinlarga to'ldirib, ko'mganlarni 12 yil o'tib bilishgan edi. Meni qiynash uchun chaqirgan odamning ismi mening diqqatimni tortdi. Gu Muhiddin. İsmi Xitoycha, lekin familiyasi Uyg'urcha edi. Go'ning yoki Chuning Uyg'urcha ma'nosini demayli qo'yay. Meni shuningga topshirdi. Haligacha ko'zimni ocholmas edim. Meni elib ma'g'an odam so'rab, "Qayerliksan?" dedi. "Turkistonlik, Urumchidan." "Jinoyatdan inqilob qilishdan qaytqaningmi?" dedi u so'rab. "Yo'q, u vaqtda texi unchilik emasdi. Faqatla o'ylashgan edim. Demak, inqilobimizga qarshi o'yladim. Uning bu gapidan chiqayotgan ovozni tunaydigandek qildim. Tunji uning ismini anglagandimi, familiyasi notanish emas edi. Uningdan so'radim. Men ovozingni tunagandek qilman, lekin asga ololmadim. "Qayerliksan?" "Urumchilik" dedi. Belki bir-birimizni tunarmiz. Uning men qaravotganligini sezib qoldim. U, "Yo'q, men seni ko'rib boqmagan" dedi. Hozirgi siyoqim esimga keldi. Chochlarim 3 yil 8 oydan beri satroch ko'rmagan. Shunga chochlarim o'sib oqib ketgan edi. Hatto burutimni qo'lim bilan ko'tarib turib, ondan tomoq yer edim. Shuncha qiynoqlardan boshqami tomchining ovozi menga so'g'uq kelgan edi. Albatta chiroyim o'zgarib ketgan. Men burunqidan bakli o'zgarib ketdim. O'zimni birasiga to'natadigan shaklim qolmadi, dedim. Keyin biz o'qigan o'qishlarimizni, dars bergan o'qituvchilarimizni bir-birimizga so'zlab berdik. Hozir men uni tonigan edim. Bu mening saboqdishim Ahmad ekan. U to'g'risida men sizga burun so'zlab bergan edim. Ahmad akam Turg'undan qolsa eng yaqin do'stim edi. O'tmishni o'ylab o'zim sezmagan holda ko'zlarimdan yoshlar eqiyotgan edi. Onunga o'zimni tanishtirdim. U ishonmaslikka tirishgan bo'lsa-mu, zo'rg'a ishondi. Chunki uningda insonlikdan asar qolmagani uchun men bilan mashina odam kabi gaplashar edi. U, "Sen naydi cho'ng inqilobchi eding, ha? Esingdami? Sen bilan birga bo'lgunchilarning yezisiga bostirib borganda, sen ularning hatto kichik bolalarga o'q atgan eding. Bu vaqtlarda cho'ng inqilobchi eding sen. Men bir qatim bo'lgunchi o'qituvchimizning quloqini kesgan edim. Esingda bormi?" dedi. Men, "O'tinay shu to'g'risida gap qilmag'in. O'zimdan nomus qilib ketaman. U vaqtda nemishqa shunchalik rahimsiz bo'lib ketganimni haligacha bilmayman. Asli ular asta-asta meni bir maxluqqa aylantirishgan ekan. Ammo men keyin uyg'ondim. Yo'q, sen fikringdan qaytding. Bo'lgunchi bo'lding", dedi Ahmad. Uning bilan gaplashib charchab ketdim. U mening normal menvatqanligimni ko'rib, odatda biz 3 yil kamirda yotganlarni zambilda ko'tardik. Ammo sen o'z putung bilan menvatsan, dedi. U nihoyatmi farosatsiz bo'lib ketibdi. Asli mendan nima yordam talab qilasan deb so'rish kerak edi. 3 yildan beri yuyunmagan edim. Hech bo'lmaganda yuyundirib qo'yish kerak edi-ku. Chunki o'zimning hozirgi siyoqiga qiziqayotgan edim. "Hozir meni qayerga elib borasan?" deb so'radim. "Menga aytilgan joyga", dedi u. "U yerda qiynashamdi?" "Ha, bir oz qiynashidi", dedi. "Sendan bir narsa so'rasam, menga yaxshilik qilamsan?"
so'ragan talabingga bog'liq. Bolalikdagi do'stligimizning haqqi hurmati uchun mening chas soqolimni qisqartib qo'y va bir qatim yuyinib olay. Teram yilonning terisiga o'xshab ketdi. U bir oz o'ylanib turgandan keyin, "Bo'pti. Sana bir yaxshilik qilay", dedi. "Sendan hisob so'raydiganlar bormi, Ahmad?" dedim. "Ahmad emas-ku", dedi. "Nimishqa o'z ismingni ishlatmaysan? Yoki bu narsalar uchun huquqmi, yo'qmi?" U ovozi o'zgargan holda, "Albatta bor. Bo'lmasa seni menga topshirarmidi? Biz hurmiz", dedi. Men uningdan, "Nimaning badaliga bu hurlikka erishding?" deb so'radim. U bir oz duduqlab, "Bo'lgunchilik qilma", dedi. Keyin xiyolimga kelgan boshqa savollarni so'radim. "Nimishqa seni ku deydi? Bilishimcha bu so'zni Xitoydagilar itkabiy kishilar uchun ishlatadi", dedim. U, "Bilmayman, menga shu laqabni qo'ygan", dedi. Uningga nimishqa bundaq laqab qo'yganligini keyinroq bilib oldim. Ahmad gapida turdi. Meni o'zimni ko'ralaydigan daraja ayniga bor joyga elib kirdi. U, "Men odamgarchiligi bor odam. Sana yaxshilik qilganligim uchun meni pushaymon qildirma. Endi qo'lingni ko'zingdan tushirib o'zingga qarag'in", dedi. Ko'zlarimni ochdim. Kamerdan sal yo'riqroq muncha edi. Ko'zlarim bir oz sanjilsa-mu o'zimni ko'ra oldim. Asta aynakning yeniga yaqinlashdim. "Bu kim?" Aynakda chochlari oqbayib, soqollari butun yuzini qoplagan bir inson ko'rinayotgan edi. Sarang subat, yovvoyi maxluqqa o'xshab turardi. "Bu kim, Ahmad? Men qayerda? Nimishqa men ko'rinmayman?" dedim uningga yig'lagan edi. U, "Aynak tiksam, bo'ldi, o'zingni oldima", dedi. Qo'limni qo'lig'imga tiqib etib oldim. Aynakdagi maxluqning qo'lini qo'lig'iga tiqib etib oldi. Keyin ko'zlarimga ishonib bildimki, aynakdagi maxluq dal men ekan. Bari ovozim bilan vaqiradim. "Yo'q, yo'q, bu men emas, bu men emas", deb ho'ngrab yig'lab ketdim. "Ahmad, bu men emas." "Ahmad emas, ku. Uyg'urcha ismdan nafratlanman", dedi u. "O'tini mening chat soqolimni qisqartib qo'y", dedim. U chat soqolimni qisqartib qo'ydi. Keyin munchiga tushib oldi. Yuyinishmi ajoyib cho'ng bir ne'mat ekan. Teram salqin bo'lib qoldi. Hozir shuni o'yladim. Ahmad nima bo'lsa yaqin saboqdishim. Do'stlik boshqacha narsada baribir. Ammo tizli xiyolimga keldi. O'tirisida o'zaro ishonchi bo'lmagan insonlarda shartlashish bo'lsa, aka o'z ukisining terisini so'ydi. Chat soqolimni qisqartgandan keyin aynakka qayta qaradim. Hozir ilgirgi chiroyimni ko'rgan edim, lekin yuzimda ilgari yo'q siziqlar paydo bo'lgan edi. Ko'zimning nuri o'chib, chiroyim tatirib, xuddi rangim o'likning rangiga o'xshab qolgan edi. Qandaqla bo'lmasin, bu badanning ichidagi men edim. "Ah, yoshlik. Ah, kimlarga qurbon bo'lib ketdim. Hozirgacha bilolmas edim." Munchadan chiqqandan keyin rangi shunchalik yoqimsiz, ko'rinishli odamning yuragini ezadigan yangi kiyimlarni berdi. Men bu yerda bir hafta turgandan keyin Ahmad uchoqliq bir moto bilan meni bu yerdan boshqa yerga elib bordi. Men yo'lda mong'ach, u balki meni qochirib yetarmi yoki qutqizarmi degan xiyollarni qildim. Uningdan qayerga ketyapmiz deb so'radim. U, "Bir ozdan keyin ko'rsan", dedi. Ko'rdim. Ay Xudo! Ay Xudoyim, bu endi qaysi gunohim uchun? Bir uyning cho'ngliqida keladigan o'rak ozg'al. Ustiga 20 sm cho'ngliqda qelin tumi. Qarma-qarshi qilib qo'yilgan. Asta nahayda cho'ngur ozg'al. Ozg'al ichida sonsizligan chashqallar. Ahmad menga qarab, ifloslarcha kulib ko'rsatdi. "Mana shu tumir ustida kunda 3 soat bir putung bilan tursan. Agar turolmasang pastga tushib ketasan", dedi. Pastga qarag'animcha beshim qiyib, ko'zim qorong'ulashib ketdi. Ko'zlarim yo'riqlikqa teqa ko'nib bo'lmagani uchun hali ham sanjilib og'rib turar edi. Ahmad yenidagi itlarga buyruq qilib,
qo'lidan tutib tumur ustiga ilib beringlar dedi. Men nayt qo'rqib yo'q deb o'zimni yerga urishga boshladim. Bu itlar qo'llarimdan tutib chuqurning oldiga elib kelishdi. Ularning biri vaqirab, sen shu tumur ustiga qarab mangsan yoki biz seni pastga tashlaymiz dedi. Atrofimga qaradim. U yerda yuzlarcha chuqurlar bor edi. Chuqurlarning ustidagi har bir tumurning ustida odamlar tik turar edi. Ah, onajon, endi tugashdi. Xitoyning qiynashlari endi rasmiy boshlandi. Yilqi qo'rqinchli kulgan odamni esladim. Asli u qayerga boradiganligimni yaxshi bilgan ekan. Nafrat bilan Ahmadga qaradim. İflas, haromi. Demak, shuning uchun seni gov, yana ish deyishibdi-da. İflas menga qarab kulimsirab, bizda dushmanga marhamat yo'q. İnqilobchi bo'lmagan hamma odam dushmanimizdir, dedi. Uningga nafrat bilan qaradim. Amaliyotda sizlarning do'stinglarmi bo'lmaydi. Hammanglar bir-biringlarga gumon bilan qaraysizlar. Sendek haramilar tufayli beshimizga shu kunlar keldi. Ahmad bu gaplarimda nihoyat ochiqlanib, meni bor kuchi bilan urishga boshladi. Ey Allohim, u menga bor nafrati bilan qarab, rahimsizlarcha urar edi. Meni urib to'ymasdi. Tuyay ham demasdi. Oxiri majburiy tumurga asta qadam oldim. Hatto hozir pastga tushib ketaman degan qo'rqinch bilan o'rakning o'ttirisigacha keldim. Hatto nihoyat qo'rqinimdan nafsim bo'g'ilayotgan edi. Haromi Ahmad o'zilimga kelib so'radi. Biror gaping bormi, Kamil? Turgan o'rningdan bu yerlar qandoq ko'rinadi dedi. İştning bolasi. Bir kunlarda seni o'z qo'lim bilan o'ltiraman. Ko'rasan taqa. Ahmaddan shunchalik nafratlanib ketdi. Agar bir kun qo'limga tushib qolsa, shu hamon uni o'ldirgan bo'lardi. Meni shu holatda qo'yib ketishdi. Atrofda soqchilar oylanib turardi. O'ng putim bilan turayotgan edim. Bir soatga bormayla putim sezmaydigan holga keldi. Medirli olmaydim. Agar medirlisam, tamponliqim buzilib pastga tushib ketdim. Yenimdagi chuqurda turgan odam gap qildi. Birodar, sen Turkistonlikmi? Ha, Uyg'ur musulmonman. Menga qara, dinsiz bo'lgan bo'lsang, sana yordam qilmaydim. Musulmon ekansan, sana yordam berman. Gapimni yaxshi angla. Avval kayfiyatingni ko'tar. Ikkinchidan pastga hargiz qarama. Men bu chuqurga qarayotgan itni gapga tutib turgan vaqtimda sen putingni almashtirib. Bu itlarning ishi nihoyat ko'p. Sening putingni almashtirganingni sezishmaydi. Yana biri esimda borida aytib qo'yay. Islom zolimning qo'lida qiynayotgan odam dinsiz bo'lsa-mu, uni zulmdan qutqizish uchun harakat qilishga buyuradi. Buni keyincha texmi yaxshi o'rgandim. O'zimdan besimni qutqizish uchun pastga qarmaslik va bu qo'rqinchli manzarani unutish uchun qiynoqdashimdan so'radim. Aybing nima? Qiynoqdash qo'shnim javob berdi. Mening aybimmi? Bilmayman. Buni bir necha yildan beri bilolmadim. Lekin sen meni shundoq deb o'z ko'nglini xushal qilarkan deb o'ylama. Ammo men bu azoblarga loyiq insonman. Faqat boshqalarga qilganimning haqqini o'tayapman. Bu g'alati javobdan g'amg'irab, o'zingdan boshqalarning intiqomini olyapsan deb so'radim. Shundoq, men Allohni tunimagan, uning buyruqlariga bo'yin egmagan ozg'un inson edim. Davlatimni, xalqimni shu kommunistlar uchun sotdim. Endi buning bedelini o'tayapman, dedi. Bundaq insonni hayotimda ko'rmagan edim. Uni yoqtirib qoldim. 4 yildan buyon ko'nglim biror narsani so'ymagani uchun söygüsüzlükten echir qolgan edi. Yana bir yandagi qo'shnimning ismini so'radim. Fatih ekan. U bir chog'larda dindor bo'lgan ekan. Keyin dinni va iymonini inkor qiladigan holatga kelib, oxirida inqilobchi bo'libdi. Hatto bir necha yil inqilob uchun ishlabdi. Keyin xiyonatda ayblanib bu yerga kelibdi. Beshidan o'tganlarni echinib so'zlab berdi. U
Lenin men uchun tangri edi. U aytgan hamma narsa to'g'ri va shartsiz ijro qilinishi kerak. Mana bu eng go'zal tuyg'ular, shirin sevgi, ko'rinmas g'ayratim edi. Barliqim Lenin va mavzudun ideyasi uchun edi. İnqilob uchun hamma narsani qildim. Lekin oxirida hammasi e'tiborga elinmadi. Bir kuni bo'lgunchi deb e'lon qilindim. Ikkinchi kuni qamoqqa ilindim. Eng beshida ba'zida sudga chiqib turar edim. Balkim hozir meni unutib qolgan bo'lsa kerak. Hech bo'lmasa oilamga xabar beralasam edim. Ammo uni qila olmadim. Bu nasabsiz, qoni buzuq butparastlar odammi? Hech kimimga xabar berishmadi. Ayolim 5 yildan beri mendan xabar ola olmaydi. O'zimni o'lgan deb bildira olsam edim kashki. Ayolim bechora meni kutmas edi. U yig'lagan peti so'zlarini davom etdi. Hech bo'lmaganda u bo'lsa-mu boshqa oila qursin. Gunohimning badalini u to'lamasin. Lekin imkonim yo'q. Bu chayonlar bizga qilgan zulmdan huzur oladi, dedi. Ba'zilar bir putda turolmay chuqurga tushib ketayotgan edi. 1 yil mobaynida chuqurga tushib ketgan 100 ga yaqin odamni ko'rdim. Ulardan tushib ketganlarning chirib ketgan badanidan sesiq puroq kelib turadi. Bir kuni Ahmad hijaygan holda oldimga keldi. "Naydi charchiganda qilasan. Bak ansirab ketma, ko'nib ketsan", dedi u. Nafrat bilan ko'zlariga qaradim. İnsonlikdan shu darajada chiqib ketganki, marhamat tuyg'ulari butunlay yo'q bo'lib ketgan edi. Uning chiroyiga qarab vaqiradim. "Alloh seni xor qilsin." Yana hijib javob berdi. "Tuturuqsiz yo'ldosh, ochiqlanma. Sana ochiqlanish yarashmaydi ekan." 3 soatdan keyin meni chuqurdan chiqarishdi. Hayron qolarlik. Chuqurning teshiga putum tegmas yerga yiqilib tushdim. O'shimga kelganda kamerada ekanman. Meni kamerga Fatih ko'tarib keldi. Bu turmaning kamerlari tirik insonlar qabristoniga o'xshaydi. Mening va qiynaqlishimning ozgal ustidagi azoblari har kuni qilinib to'liq 1 yil davom etdi. 1 yildan keyin bizni chuqurdan ilib tosh sundirishga elib bordi. Bu yerda yashanganlarmi bor ekan. Ularning ko'pragi musulmon. Nihoyat oz sondagi kishilar Budda dinidan voz kechmagan buddist xitoylar edi. Dahshatli issiqda qonlar ichida tosh sundiratdik. Ey Allohim, kashki dunyo bu zulmlarni, azob uqubatlarni, ochliq, pussizlik, horg'in va holidan ketgan holda yashashni bilsa edi. Ey qarindoshlarim, sizlarmi shu zolim Xitoyning mekrlariga aldaninglarmi? U dahshatli joylarni qaysi so'zlar bilan ifodalashni bilmayman. U yerda yashagan odam hatto osmonda turgan bulutdan, quyoshdan, yulduzdan, hamma narsadan qo'rqadi. Osmon ilmidan bir oz xabarim bor edi. Shundaqdimi men u yerda yashagan bir necha yil ichida quyosh bizga yaqinlashtirilgan deb yashadim. Har kuni qamchi bilan urilgan tayoqdan 5-6 odam jinidan ayriladi. O'lganlarni bo'lsa tezlik bilan shu joyga ko'mib qo'yadi. Hech bo'lmaganda ularning oilalariga bildirib qo'yish uchun ularning ismlarini so'rashmaydi. Ularning oilalari shu xalqning vakili emasmidi? Nemishqa ularga hech bo'lmasa yaqinlarining o'lganliklarini xabar qilib qo'ymaydi? Bir kishining jazosini butun oila a'zolari tortish kerakmi? Shundoq. Dinsizlarning yozilmagan qonunlarda bir kishiga berilgan jazoning azobini oiladagi hamma kishi tortishi kerak. Shuning uchun millionlab Uyg'ur musulmonlari shu azobni tortayotgan edi. Ey islom olimi, ey millionlagan musulmonlar, mana bugungi qarindoshlaringiz bo'lgan millionlagan Uyg'ur musulmonlari shu azobni tortyapti. Sizlar qayerda, qachon bizga yordam qilasizlar? Shu holinglarga ming afsuslar bo'lsin. Sizlar bugungi holinglarga xuddi Abu Mus'ab Suri aytgandek 20 yildan beri tayyorlik qildim. Ya'ni 20 yil tayyorlik qilasizlar.